jahon tajribasiga asoslangan, lekin milliy qadriyatlarimizni ustun qo'yadigan maktab qidiryapsizmi? Toshkent shahrida joylashgan Jahon School aynan shu ta'rifga mos hisoblanadi. O'z faoliyatini 2025-yil may oyida boshlagan ushbu maktabga ilk qabul yilida 2000 dan ortiq o'quvchilar qiziqish bildirishgan bo'lsa, shulardan 730 nafari imtihon asosida saralab olindi. Jahon Schoolda o'quvchilar nafaqat akademik fanlarni chuqur o'rganishadi, balki katta hayotga kompleks tayyorlanish maqsadida 5 xil yo'nalishda 20 dan ortiq ko'nikmalarni shakllantirishadi. Bulardan eng noodatiylari kulolchilik, kamonbozlik, xo'jalik ko'nikmalari, pishiriq pishirish, tikuvchilik, IT va robototexnika, mutolaa kabi to'garaklar hisoblanadi. Farzandingizni ta'lim sohasida katta tajribaga ega jamoaga ishonib topshirmoqchi bo'lsangiz, Jahon School ayni siz qidirgan manzildir. Jahon School, salohiyatni kashf etamiz.